Sizlardan so'rayman ey qaro ko'zlar, ranjitmang san'atning muxlis oshig'in. Iltimos sizlardan do'stlar, hofizlar, buzib kuylamanglar ustoz qo'shig'in. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz muxlislar. Bizni o'tgan ketgan gaplar turkumidan berib borayotgan chiqishlarimizni kuzatib yurgan aziz yurtdoshlar. Ancha bo'ldi sizlar bilan yangi bir ko'rsatuvlar, yangi bir podkastlarda ko'rishmay qoldik. Buning uchun uzr so'raymiz. Ish ko'p. Bahor avjida, davlat tadbirlari, bayramlar, 8-mart, Navro'z olam va hokazo. Lekin mana shu biz efirga chiqmay yurgan bo'lsak ham xayolimiz doimo siz bilan bo'ldi. Tayyorlaydigan ko'rsatuvlarimiz, sizlarga manzur qilmoqchi bo'lgan mavzularimiz haqida bo'ldi. Bunga albatta ishonasiz. Va men yana bir marotaba takrorlab o'taman, o'sha sharhlarni hammasini o'qiyman. Shu o'qiyotgan paytimda ko'rsatuv ancha cho'zilib qoldi, tez-tez chiqib turinglar degan yaxshi bir da'vatinglarni eshitsam juda xursand bo'laman. Demak, bizga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimiz ham bor ekan deb. Demak, hech bo'lmasa ana shu bizga befarq bo'lmagan aziz tomoshabinlarimizdan, muxlislarimizdan ko'rsatuvimizni boshida eslatib qo'yaman. Bitta like bosib, podpiska degan joyini ham bosib qo'ysanglar. Bugungi mavzuyimiz tushlarimizga bog'liq, lekin yana o'sha mashhur bir shaxs bizning ko'rsatuvimizda bir-ikki marotaba nomlari tilga olingan shaxs O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Sherali Jo'rayev haqida bo'ladi. Sababi yaqinda qo'limga mana bu kitob kelib yetdi va nihoyat shu kitob chop etilgandan xabarim bor edi. Uni bir-ikkita joyda shu internet tarmoqlarida shu kitobni kimdir maqtanib ko'rsatganini ko'rib qoldim va aytdimki, qachon men bu kitobni olishim mumkin? Chunki kimlardir bu kitobni olib kelib uyga qo'yib qo'yadi, kitob javonida turadi, biz bundan foydalanamiz, biz buni targ'ib qilamiz, biz bu yerda bor bo'lgan haqiqatlarni yana muxlislarga yetkazib borishga harakat qilamiz. Chunki ishonchim komil, minglab, millionlab muxlislarning qo'liga yetib bormagan bu kitob. Bor yo'g'i mana bu yerda yozilgani bo'yicha 500 donada chiqqan, adadi 500 donagina. Nima bo'ladi? 1 million, 2 million, 10 million muxlisi bor bo'lgan hofizni yoki shoirni muxlislariga nimani yetkazib berishimiz mumkin? Shu jihatdan ba'zida mana shu kitobdan foydalangan holda sizlarni qiziqtirgan savollarga javob berish uchun ham bu kitob menga yetib kelishi kerak edi va nihoyat 2 marotaba, 3 marotaba va'dalardan keyin bu kitob sizga albatta yetkazib boramiz, unga daraklaymiz, bunga daraklaymiz deb yaqinda shu kitob qo'limga keldi. Va bu kitobni qo'lga kelish ham shunchaki o'zidan o'zi bo'lgani yo'q, juda qiziq narsa bo'ldi. Men bir tush ko'rdim. Shu kitob qo'limga tushishdan oldin, bunga taxminan endi hozir 1 oycha bo'ladi, bir tush ko'rdim. Tushimda bir katta izdihomda biz xizmat qildik Hofiz bilan. Ancha kuyladi, ancha to'xtamasdan ashula aytdi. Keyin o'zi ham Hofiz o'zi ham shunaqa dedi va biz ham bu yoqdagi o'tirgan odamlar kiring endi birpas siz dam oling. Endi balki endi Toshkentga qaytishimiz kerakdir, qaysidir xizmatda. Men endi aniq punktual har bir jabhasini ayta olmayman. Shu bilan kiringda dam oling. Biz mamlalarni yig'ishtirib, yeb-ichib boshqa qilib turamiz. Shunda sizni uyg'otamiz degandek bo'ldi. Shu bilan Hofiz uyga kirib ketdilar. Qanchadir vaqt o'tdi, endi nimadir bo'ldi-da, men o'zim ham o'sha uy orqali nariga bir uyga chiqib ketmoqchi bo'lib kirdim. Kirsam, Alloh alam, endi tushingni suvga ayt deydi, mana oldimda suv turibdi. Tushingni suvga ayt deydi, ba'zi bir narsalarni inson birdaniga anglashi, fahmlashi va uni ta'bir qilishi juda qiyin. Sherali Jo'rayev shu kafanda yotibdilar. Biz kirgan, hozirgina oldimizdan kirib ketgan odam o'sha kafanda yotibdi. Nimasi kafanda yotibdi? Boshi oyog'i bog'langan, bog'liq. Bir gap ikkinchi gapga to'g'ri kelmaydi, bilasiz, tushda alpo-chalpo tush ko'radi odam. Shuni ichida-yu, lekin tirik.
tirigu o'sha nimani ichida, kafanni ichida yotib telefonda kim bilandir gaplashyapti. Mana endi hali narsaga o'sha paytda, ya'ni tushimni ichida o'sha o'roqliq, hamma yog'i bog'loqliq, o'rab tashalgan holda yotganiga e'tibor bermadim. Men uni ertalab uyg'onganimdan keyin o'zimcha anglay boshladim. Lekin o'sha paytda men yonlaridamda o'tib ketayotib, endi hofiz charchadingiz, kirib dam oling deb kirgizib yubordik biz sizni. Nima kim bilan gaplashyapsiz endi shu paytda, endi yana o'ralib olgan ichkaridasiz dedim-da o'tib ketdim. Ertalab turganimdan keyin juda mutaassir bo'ldim bu tushdan. Sababi o'zingizga ayon endi bugungi kunda har xil gaplar bo'ladi. Har xil yaxshi gap bo'lsa-ku, mayli hammamiz birga eshitamiz. Garchi qaysidir bir insonni uncha hurmat qilmagan bo'lsak ham, yaxshi ko'rmasak ham, yaxshi gap eshitsak o'sha odam haqida yaxshi ekan deb biz bilmabmiz, biz bilmagan joylarimiz ham bor ekan deb ketamiz. Lekin siz o'zingiz bilgan, e'tiqod qo'ygan, muxlisi bo'lgan, yonma-yon sahnada turgan yoki etik xizmatda birga bo'lgan odamlaringiz haqida yomon gaplar eshitilsa, juda odam xafa bo'ladi va men mana shu telefonda gaplashib yotgan onini hofizni bu dunyodan uzilib keta olmayotganligiga, kimgadir nimadir murojaat qilib yotganiga, o'sha yotgan joyida kimgadir nimadir qolib ketgan gaplarni aytmoqchi bo'lib murojaat qilayotganiga yo'ydim. Chunki hammanglarning esinglarda bor, o'sha hammamiz bir paytda ko'rganmiz. Ruh degan film bo'lgan. Patrik Swayze bosh rolda o'ynagan filmda o'lib dunyoga keta olmay qoladi, ruhi keta olmay qoladi. Bu dunyoda bo'layotgan ishlarni hammasini o'zi ko'zi bilan ko'rib, boshqa bo'lib bezovtalanib, jasad ketgan, ruhi bu yoqda qolib bezovta bo'lganida ko'rgansizlar bu filmni. O'zbek tilida ham o'zbek kanallarimizda berishgan. Demi Moore bilan Patrik Swayze o'ynagan filmda. Men shunga yo'ydim. Hofiz tinchib uzilib keta olmayapti. Bu dunyoda bo'layotgan gap so'zlardan, bu dunyoda bo'layotgan gaplardan kimlarnidir nima bilandir ogohlantirmoqchi yoki tergamoqchi yoki urushmoqchi bo'layapti. Va hali ketib ham, oramizdan ketib ham uni gapi tugamagan bo'p tuyuldi. Juda ham aytdim, juda yomon mutaassir bo'ldim. Shu turib suvni oqizib qo'yib, suvga gapirib berdim tushimni. Keyin juda boyga aytgandek ancha kun odam bezovta bo'lib yurdi. Odam har kuni ham tush ko'rmaydi va har doim ko'rgan tushini ham esida saqlab qolmaydi. Va bu shunchalik ta'sirliki, biz hozirgina yonimizda turuvdi, hozirgina yonimizda birga xizmat qiluvdi. Charchadingiz hofiz, kirib birpas dam oling deb biz hamma bu yoqda qoldik, ular ichkariga kirib ketdilar. Ichkariga kirib ketib dam olish o'rniga kim bilandir nimandir gaplashyapti. Va haligi ahvolda hamma oyog'im, qo'lim bog'liq holda, o'ralgan holda. Va qorong'i olabula g'alati ko'rinishli xona. Juda nima desa bo'ladi haligi munavvar ravshan xona emas. Gap egasini topadi deydi. Shuning uchun kimlardir O'zbekistonda turib, kimlardir chet ellardan turib har xil narsalarni gapirishyapti, har xil narsalarni yozishyapti internet tarmog'ida. Mana bir ozgina aqlim bor ekan, ozgina harf tanib, mana bu nuqtalarni bossam harf yozilar ekan deb yozib aqllilik qilishyapti. Iltimos o'z holiga qo'yinglar. Hammani ham, o'tganlarni va ayniqsa Sherali Jo'rayevni ham, chunki men birinchi ko'rsatuvda shunaqa xalqqa xizmat qildi deganimda odamlar gapirishdi. Nima xalqqa xizmat qildi? Pulini oladi-ku xizmat qilgan bo'lsa. Biz uni xizmat demaymiz deganlar ham bo'ldi. Kim bu dunyoda pulini olmasdan xizmat qilyapti? Kim? Qaysi shaharning qaysi metrosi, qaysi poyezdi, qaysi samolyoti tekinga yuribdi? Mana aytinglar. Qaysi yurtning qaysi bir vaziri, qaysi bir aytaylik nimasi amaldori tekinga oylik olmasdan, maosh olmasdan yuribdi? Kim? Nimaga Sherali Jo'rayev tekinga xizmat qilish kerak? Vaholanki uni ham tekinga xizmat qilgan joylari bo'lgan va siz ularni birontasidan bexabarsiz, bilmaysiz
va bilmaganingizdan keyin unaqa gaplarni gapirish kerak emas. Pulini olib ham xizmat qilmaydiganlar bor. Shunaqa hofizlar bo'lgan. Eshik taqillatib kelibdi bitta hofizni. SSSR paytida 80-yillarda eshik taqillatib kelib, "Taqsir, assalomu alaykum. Shu bir to'yimiz bor edi. 2000 so'm atagan edik, rublda endi 2000 so'm atagan edik. Shu bir to'yni xizmat qilib bersangiz borib" desa, "Men 2000 so'mga bormayman. Ro'paradan ikkita eshik darvoza nariga ana o'y debda ashulachi bor. O'shanga borsanglar o'sha 2000 so'mga boradi" deb yana bitta mashhur bitta hofiz uyini ko'rsatib yuborgan hofizlar ham bor. Pulini bersangiz ham xizmatiga bormaydigan. Bular pulini bersa borgan xizmatiga, borib xizmat qilgan. Yana xizmat qilganda ashaddiy xizmat qilgan. Tekinga xizmat qilgan bitta joyini sizlarga gapirib beraman to'yni. Xudo rahmat qilur, Anvar Tojiyev degan buyuk ovoz rejissyori bo'lgan. To'lqin Tojiyev, Jo'ra Tojiyevlarning oilasidan ham, mashhur san'atkorlar oilasidan. Bular endi aktyor bo'lmaganlar, ovoz rejissyori bo'lganlar, lekin mana bu quloq, ichki quloq, orqa miyadagi har bir haligi nerv tolalari, hujayralari ovozni shunaqangi zo'r eshitganki, ya'ni ruschasiga sluh deydi. Eshita olish, eshita bilish qobiliyati shunchalik kuchli bo'lgan, butun O'rta Osiyo, Markaziy Osiyodan kelib shu yerda gramzapisda, gram plastikada Anvar Tojiyevga ovozini yozdirib ketgan. Xudo rahmat qilsin, ularni ham mana sherakani bahonasida ularni ham esladik. Va Anvar Tojiyev shunchalar mohir usta ovoz rejissyori bo'lganidan oltin disk olgan yagona rejissyor mana shu atrof javonibda Markaziy Osiyo respublikalarining ichida faqat Anvar Tojiyev oltin disk olgan. Millionlab sotilgan uni yozgan gram plastikalari. Mana shu odam o'g'il to'y qilganlar. Mahalladoshlar agar meni gapimni eshitib turishgan bo'lsa, guvoh bo'lishadi. U G'uncha kinoteatri bo'lardi. Hozir endi G'uncha kinoteatri bormi yo'qmi bilmayman. Savdo markazi bir narsalar bo'lib ketgan. Shuni yonidan kirib borganingizda, sal ichkariroq kirganingizda kottejlarda turardilar Anvar aka. O'sha joyda hovlida to'y bo'lgan, ko'chada. Ko'cha yopilgan, to'y bo'lgan. Anvar Tojiyevnikiga pulga borganiga men ishonmayman, albatta, chunki baribir tanish, bilish, qadrdon, nechta plastika yozgan bo'lsa, Sherali Jo'rayev qancha qo'shig'i plastika bo'lib chiqqan bo'lsa, hammasini Anvar Tojiyev yozgan. O'z ishini juda ham mohir ustasi edi. Biz o'sha kuni bir to'ydan chiqib keldik. Odatda Toshkentda Sherali Jo'rayev biron bir to'yda bo'lsa, eshitib qolsak, o'sha joyga to'yga borar edik. O'zimizni xizmatlarni, to'ylarimizni tugatib borar edik. Lekin u kuni biz xizmatda emas edik. Bir qadrdonimizni to'yi bo'lgan, nikoh to'yi bo'lgan. Shu soat 11 da biz u yerdan bir mashinaga o'tirib ikkita odam o'sha katta bir davrani tashab keldik. Biz kelganimizda soat 11 da Sherali Jo'rayev o'rtada qo'shiq aytayotdi. Biz bitta to'yni tugatib keldik. Bu yerda Sherali Jo'rayev soat 11 da ashula aytayotdi. Nechida tushgan o'rtaga men uni bilmayman. 10:30 da tushganmi, 10 da tushganmi, balkim 9 da yo 9:30 da tushgandir. To'g'ri, hofizlar ko'p bo'lgan u yerda. Lekin bu yog'ini eshiting. Qo'shiq aytayapti, odamlar turyapti, qistiryapti, turyapti, ketyapti. Ba'zan endi Toshkentda ba'zan ertalab nahorga osh berish kerak. Biz endi o'zimiz kech kelganimiz uchun, qo'shnilarga to'ymaganimiz uchun o'tiribmiz. 4-5 ta stol qoldi, naryolarni yig'ishtirib ustiga joylar qilib, boshqalar qilishyapti. Sherali Jo'rayev soat 4:30 da qo'shiqni to'xtatmasdi. Fattoxon Mamadaliyev kalavatga chiqib ertalabki oshni, nahorgi oshni qo'shig'ini boshlash kerak endi. Boshqa iloji yo'q. Oshbob qo'shiq aytish kerak. Birinchi odamlar, ali sahar mardonda turgan odamlar, qo'ni-qo'shnilar chiqib kelishyapti endi. Osh bo'lyapti. Soat 11 dan boring yarim soatini olib tashlang, 4 gacha qo'shiq aytganda necha soat qo'shiq aytgan bo'ladi odam? 5 soat, rosa 5 soat to'xtamasdan birovga navbat bermasdan o'zi hech kim ham yo'q. Misol uchun etilganligi o'rtadan borayotgan rais gapirishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. 5 soat qo'shiq aytdi. 4:30 da qo'shiq Sherali Jo'rayev qo'shig'i tugab, Fattoxon Mamadaliyev qo'shig'iga ulanib, oshga ulanib ketdi ba'zan.
Men shuni ko'rganman. Mana sizga xizmat qilish degani, odamlarni bir qo'shiqqa to'ydirish degani, shular bir bugun maza qilsin, yayrasin degani. Ehtimol misol uchun Anvar Tojiyevdan Sherali Jo'rayevga o'tgan qandaydir bir yaxshiliklar bo'lsa, o'sha yaxshiliklarni qaytarmoqchi bo'lgandir. 5 soat ashula aytish, kechirasiz-ku, bu hammani ham qo'lidan kelmaydi. O'sha Italiyan opera teatrlarida ishlaydigan eng buyuklari ham hali 3 ta trio tenorlar bor. O'shalar ham birgalashib 3 kishi baravar bo'lib aytganda ham 2 soatdan ortiq qo'shiq ayta olmaydi. Men buni o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Bunaqalar nechtasini sanab beraman. Elmurod Islomovdan so'rang. Elmurod uylanganda nikohda qanaqa xizmat qilganini, qanaqa beto'xtov necha soat ashula aytganini so'rasanglar biladi o'zi. Elmurodni o'zi biladi, kuyov bo'lgan-ku. Biz bu yerda do'stlar qatorida bu yerda yurganmiz. Yana aytaman, YouTube'da bor o'sha Sheraka biz uyga kelib onamni yubileylarda men iltimos qildim. Bitta qo'shiq aytib ketsangiz bo'ladi Sheralika. Shu onamga atab bitta qo'shiq aytsangiz dedim. Endi albatta kelgandan keyin bitta qo'shiq aytmaydi hofiz. 5-6 ta qo'shiqni aytib, bir tiyin pul olmasdan, boshqa qilmasdan ko'chaga chiqib turibmiz endi. Ikkita o'rtoq birgalashib shunchaga pul tiqamiz deymiz, olmay pul olmasdan ketdi. Tekinga xizmat qilgan. Bunaqadan men ko'rgan ikkitasini sanab beraman. Bunaqadan qancha bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun nima qilgan bo'lsa, nima yaxshi amal qilgan bo'lsa, o'zini boshiga soyabon bo'lsin. Nima aybi, gunohi boshqasi bo'lgan bo'lsa, siz bilan menga emas, uni tahrir qilish, tanqid qilish va tavqilonat yog'dirish. Kim beayb o'tdi bu dunyoda? Birontasini ismi sharifini ham ayta olmaysiz. Shuning uchun kechirimli bo'ling, kechirilasiz deydi. Biz bu dunyoda siz bilan bizga agar shaxsan bizga nimadir yomonlik qilgan bo'lsa ham kechirishimiz kerak. Vaholanki sizga menga yomonlik qilgani yo'q. Sizni meni arpamni xon urgani yo'q. Nima qilgan bo'lsa, kimlar bilandir qaysidir yo'lda, ijodni yo'lida, ish yo'lida yo tirikchilik yo'lida yoki ma'naviy fikr, g'oya yo'lida kim bilandir talashib tortishgan, chiqishmagan, kelishmagan bo'lsa bo'lishi mumkin. Bu ijod bor joyda, ish bor joyda bo'ladigan narsa. Shuning uchun ham hofizni qo'yaylik, uni amallarini o'lchovchilar bor, yozuvchilari bor edi, kotibi kiromayinlar va uni tarozga qo'yuvchilari ham bor, siz bilan bizga emas. Qo'yinglar, tinch yotsin. Qo'yinglar o'sha savol javobida oxiratni kutib yotishida jim yotsin. Xotirjam yotsin. Bu dunyodan uzilib yotsin. Mana bu yerda bu kitob haqida boshlayman dedim. Tushumga o'tib ketib qoldim, uni sharhlashga o'tib ketib qoldim. Shuning uchun agar tushumni qaysi birdir joyini tushunmagan yoki ta'birni men noto'g'ri gapirgan bo'lsam, qayta qo'ysanglar chiqib qoladi. Mana shu tush haqidagi, tushdagi ta'biri haqidagi fikrlaringlarni, xolis fikrlaringlarni qoldirsanglar, kommentlarda, sharhlarda xursand bo'lamiz. Bu e'tibor bo'ladi bu. Lekin hali negativ kommentlar yozmanglar, jonga tegib ketdinglar. Men ham boshlayman sizlarga shunaqa komment yozishni yoki sizlarni so'kishni yoki haqoratlashni. Kimga kerak bundan, kimga nima naf? Yo boraman-da, ada sudga beraman. Boshqalarga o'xshab, keyin xafa bo'lib yurasizlar o'zingizlarning peshonanglardan. Bu yerda asosan hofizni aytgan qo'shiqlari haqida, qo'shiqlarni eng bir yetuk qo'shiqlari haqida, o'sha qo'shiqlarda nimalar kuylanganligi, chunki tan olishimiz kerak, Alisher Navoiy hazratlarining tillarini tushunishimiz, ba'zi bir o'sha o'rta asrlardan ilgariroq yashagan shoirlarimizni so'zlari bilan aytilgan qo'shiqlarni tushunishimiz juda qiyin. Zamonaviylarni tushunamiz, lekin ba'zi birlari bor, masalan, o'sha aytilgan qo'shiqlarni uncha odam tushunish qiyin. Bu hofizning yetukligidan, o'zi o'shani tushunganligidan, tushunib ijro etganidan, tushunib shuni xalqqa yetkazmoqchi bo'lganligidan, shuni xalqim bilsin degan yaxshi niyatda aytgan va o'sha ey xushulkum qo'shig'i esinglarda bor.
10 minut atrofida aytiladigan juda bir mukammal qo'shiq. Kechirasizlar, endi men o'zim mukammal degan so'zni aytishdan juda cho'chib turaman, qo'rqaman. Mukammal o'zi hech narsa yo'q. Yaratgan Tangri taoloning o'zi va uni san'ati va tal'atidan boshqa juda maromiga deylik, maromiga yetkazib aytilgan qo'shiq. Uni kuyi ham shunaqa, uni ijrosi ham shunaqa. U qo'shiqni ijro etayotgan hofizning kayfiyati ham shunaqa, xuddi shunga o'xshatib gapiradi. Ey xushulkum ofiyat kunji manga erdi maqom, surai va shamsi va layl erdi virdim subhi shom. O'sha va shamsi va layl deb yozsanglar, YouTube'da qo'shiq chiqadi, juda chiroyli ijro etilgan qo'shiq va bu qo'shiq haqida shu qo'shiqni bir nima desam bo'ladi, hali tahrir qilib bizga yetkazmoqchi bo'lgan ajoyib qalam sohibimiz bor, Karimberdi To'ramurod, bir sharhlaganlar. Ham g'azalni sharhlab, ham uni Sherali Jo'rayev bilan chiroyli bir bog'lab berganlar. Bularning hammasiga bir alohida to'xtalishimiz mumkin bo'lgan vazifalarimiz bor, hali oldimizda rejalarimiz bor, zora o'xshatsak. Va umuman mana shu kitobni kitob shakliga keltirishda jonbozlik qilgan do'stlarimizga, qadrdonlarimizga, Sherali Jo'rayevning haqiqiy hali fanatlik darajasida bo'lgan muxlislariga rahmat aytmoqchimiz. Qani endi agar bir shunaqa bir yo'li bo'lsa-yu, bir obuna uyushtirsak. Obuna uyushtirsakda mana shu kitobning bir tan narxi chiqsa-yu, sizlar shu pullarni qaysidir bir o'sha hisob raqamiga tushursanglar, manzilinglar bilan, o'zingizlarning haligi pochta qutilari bilan birga bu kitob yana minglab nusxalarda chop etilsa-da, erinmasdan har biringlarga shu pochta orqali, O'zbekiston pochtasi orqali sizlarga jo'natsak muxlislarga, chunki muxlislarning uyida shu bitta kitob turgani juda muhim, juda insonni qadr qimmati, uni misol uchun o'sha havoyi go'yoki orzusida yurgan narsalar bir buyumga, jismga aylanib, istagan paytida ochib qarab, o'qib qo'shiqlarni so'zlari bilan shulardan bir manfaatdor bo'lib, ma'naviy ozuqa, zavq olib yurishi mumkin bo'lardi. Shuni ham bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Shu nima haqida? Obuna bo'lish haqida. Kitobning nomi Sherali Jo'rayev bir qo'shiq kuylayki deb 3 ta nuqta qo'yilgan. Esinglarda bo'lsa, ancha yillar oldin, bir 35-40 yillar oldin bir qo'shiq kuylayki, hatto tog' tosh ham tinglasin degan misralar bilan boshlanuvchi qo'shiqlar aytganlar, misralari bor. O'sha nom bilan berilibdi Sherali Jo'rayev nomidan. Baxt shundaki, omad shundaki, tilik to'plovchilarni Sherali Jo'rayev o'zi bu kitobni ko'rib qoldi. O'zi hayotlik paytida bu kitob bo'ldi va bu kitobga Sherali Jo'rayevning bir so'z boshi sifatida o'zining xotiralari ham kiritilgan. Mana bu yerda O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sovrindori, fidokorona xizmatlari uchun va el yurt hurmati ordenlari sohibi Sherali Jo'rayev degan tagida imzo bilan chiqqan bu narsa. Bu juda katta baxt. Hali aytiladi-ku, nima yaxshiligim bo'lsa hayotligimda ko'zim ochiqligida qil, undan keyingisini menga hech qanaqa foydasi va manfaati yo'q deyiladi. Mana shu kitob haqida edi bugungi chiqishimiz. Men buni Facebookda yoki Instagramda qisqagina narsa qilib bermoqchi edim, lekin o'sha tushum bilan bog'liq bo'lganligi uchun, uni sal endi kengroq narsa bo'lganligi uchun o'sha o'tgan ketgan gaplarda YouTube kanalimizga qo'yishni maqsad qildik. Mana shu chiqishlar mobaynida Sherali Jo'rayevning muxlislari juda ham ko'p ekanligini va ularning o'zlarining bir guruhlari borligini, Telegram kanallari borligini, yana qanaqadir bir uyushmalari borligini bilib qoldim. Shulardan bittasi Ibrohim G'ofurov degan bir do'stimiz Farg'ona vodiysining go'zal o'sha quvvasidan ajoyib qalam tebratadi, shoirligi ham bor, qo'shiqlar ham xirigoy qilib qoladi. To'g'risi men hali u odam bilan bir yuzma-yuz ko'rishmaganman, gaplashmaganman, lekin shu nimadan keyin o'sha birinchi Sherali Jo'rayev haqidagi o'tgan ketgan gaplardan keyin menga aloqaga chiqib qoldi va gaplashib qilib qoldik. Bir g'oyibona tanishib qoldik. Kecha menga bir she'rlarni jo'natibdilar. Shu she'rni o'qish bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Bu she'rda aytilyaptiki, shu Sherali Jo'rayevning ham boshqa hofizlarning ham qo'shig'ini ijro etadigan xonandalar, havaskorlar qo'shig'ini buzmasdan aytinglar, so'zini buzmanglar, so'zini almashtirmanglar degan ma'noni aytyapti. Kuni kecha mana hayitning 4-kuni Mavlono Chustiyni o'g'illari Baxtiyor hoji Chustiyni bir ziyorat qilgani kirdim va shu yerdagi suhbatimizda shundan gap chiqdiki, Chustiyni so'zlarini buzib, o'zgartirib aytyapti ba'zi bir hofizlar.
ba'zi birlariga biz chiqib murojaat qilib shunaqa qilmanglar desak, to'g'rilab aytishyapti va to'g'rilab aytgan yozuvlarni ham bizga jo'natyapti. Lekin ba'zi birlari shu qotgancha qotdi, o'zgartirmadi, shu bizgan so'zini almashtirgan so'zini o'rniga otamiz yozgan so'zni qo'yib qo'ymadi Muslimbek deb birgina va o'kinch bilan gapirishdi. Xuddi shundoq Chustini o'zlarini ham arvohlari chirqillab turadi mana shunaqa so'zlar buzilganda, bemavrid buzilganda, bemaqsad tuzatilganda, yo'q o'rni almashtirilganda. Shuning uchun mana bu she'r kechigi o'sha ziyoratimga shunday bog'landi. O'qib bermoqchiman. Shoirning ham so'zini buzmanglar, hofizning ham ijrosini buzmasdan imkoni boricha xalqqa taqdim qilinglar. Sizlardan so'rayman ey qaro ko'zlar, ranjitmang san'atning muxlis oshig'in. Iltimos sizlardan do'stlar, hofizlar, buzib kuylamanglar ustoz qo'shig'in. Komiljon torlari yig'lab yotibdi, ustozlar tamburi bo'zlab yotibdi. Sherali Ortiqjon qo'shiqlarini bilib bilmagan ham kuylab yotibdi. Chirangan bilanda shaqol sher bo'lmas, zag'izg'on ming kuylab bulbuldek bo'lmas. Ustoz allomalar ijodi chinor, san'ati osmonu aslo yer bo'lmas. Buyuk Turon ichida aziz bo'ldingiz, 5 vaqt ibodatda qoyim turdingiz. Odam sevgisini tark etmay ammo olam ilohiga yuzni burdingiz. Chirangan bilanda shaqol sher bo'lmas, zag'izg'on ming kuylab bulbuldek bo'lmas. Ustoz allomalar ijodi chinor, san'atlari osmon aslo yer bo'lmas. O'tinib so'rayman ey qaro ko'zlar, ranjitmang san'atning muxlis oshig'in. O'tinchim sizlardan do'stlar, hofizlar, buzib kuylamanglar ustoz qo'shig'in. Ibrohim G'ofurov qalamiga mansub she'r edi bu. Darhaqiqat xalqimizda bir gap bor, o'zi yarim hazil, yarim chin qilib aytiladi shekilli, o'zi yo'qni ko'zi yo'q deb. Ustoz olamdan o'tdi. Endi uning qo'shig'ini har qanaqasiga xohlaganimizcha aytsak bo'laveradi desak yanglishamiz. Chunki aytishadi-ku, o'liklar uyg'oqdir, tiriklar mudroq deydi. Muhammad Yusufga juda chiroyli bir misralari bor. Shuning uchun ular ruhlar juda ham sergak bo'ladi. Hammanglardan iltimos, istagan shoirni olasizmi, istagan hofizning qo'shig'ini olasizmi? U uni asari, u uni joni, jigarbandi, farzandlari qatori bo'lgan bir aytaylik, eng qadrdon, o'ziga qimmat bo'lgan bir gavhari. Uni buzmasdan o'zida ijro etishimiz kerak. Yana bir bora sizlardan iltimos qilamiz. Gaplarimiz, suhbatlarimiz yoqayotgan bo'lsa, o'zingizni, qadrdon tanishlaringizni podpiskaga qo'shib qo'ysangiz, 27 ming, 30 ming bo'lsak, mayli undan keyin yana bir nima bo'larmiz va albatta layklar bosib, yaxshi fikrlaringizni kommentlarda qoldirsangiz boshimiz osmonga yetadi. Bu o'tgan ketgan gaplar edi. Bahor nihoyatda go'zal fasl. Bu faslni mana shu aynan aprel oyida juda tug'ilgan kunlarni nishonlaydigan qadrdonlarim ko'p. Hali Abdumo'min O'tbosarov tug'ilgan kuni munosabati bilan yana sizlar bilan ko'rishib qolishimiz mumkin va ustozim Muhammad Yusuf tug'ilgan kuni munosabati bilan yana u ham aprelda ko'rishib qolishimiz mumkin sizlar bilan. Va bugun mana sizlar bilan 12-aprel O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Alisher Navoiy mukofoti sovrindori Sherali Jo'rayevni tug'ilgan kuni munosabati bilan uni kitobini bir o'zim o'tirib taqdimot qilgan bo'ldim va ko'rgan tushlarimni sizlar bilan o'rtoqlashdim. Xayr, omon bo'linglar. Sherali Jo'rayev muxlislariga, ularning xonadonlariga, ularni mana shu Sherali Jo'rayev bilan bog'liq bo'lgan olamlariga nurafshonlik tilayman, munavvarlik tilayman. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar azizlar. Deydiler kim gül güzel, gülzar güzel. Deydiler kim gül güzel, gülzar güzel. Qoshları yoy, ko'zlari xummor güzel.
har ko'ngilni istagi dildor go'zal, har ko'ngilni istagi dildor go'zal. Bundan o'zga kim go'zal, ne bor go'zal? Maqtaviga baxsh etay dunyo g'azal. Bundan o'zga kim go'zal, ne bor go'zal? Davrimizning har qizida ming jilo, zavqi ishq to'lgan ko'zida ming jilo. Oftob yanglig yuzida ming jilo. Bundan o'zga kim go'zal, ne bor go'zal? Maqtavingga baxsh etay dunyo g'azal. Bundan o'zga kim go'zal, ne bor go'zal? Maqtavingga baxsh etay dunyo g'azal. Maqtavingga baxsh etay dunyo g'azal. Har yigitni yaxshidir ish qomati, mehnati zavqi xo'p omati. Elga sodiqlik vafogar odati. Bundan o'zga kim go'zal, ne bor go'zal? Maqtaviga baxsh etay dunyo g'azal. Dilnavoz yoshlik hayoting qomati. Har yigit, har qiz juvonning ziynati. Shunda mangudir go'zallik surati. Yoshlik ayyomi go'zal, takror go'zal. Maqtaviga baxsh etay dunyo g'azal. Yoshlik ayyomi go'zal, takror go'zal. Chunki yoshlik birla olamdir go'zal. Bunda zibolik chiroygamdir go'zal. Bebaho yoshlikla olamdir go'zal. Yoshlik ayyomi go'zal, takror go'zal. Maqtaviga baxsh etay dunyo g'azal. Yoshlik ayyomi go'zal, takror go'zal. Maqtaviga baxsh etay dunyo g'azal. Bundan o'zga ne go'zal, ne bor go'zal? Bundan o'zga ne go'zal, ne bor go'zal?